O'sha Damas'ning Samarqandda Charxindan akamizga kelganlar. Nomerchaga bitta baho bering. Hali dilime kelaman deb aka kelib o'tirmayman. Ko'rasizmi? Oddiy Damas'dan mana shunaqa chiroyli nomerchalar ham bo'ladi bizda. Damas'ga chiroyli mehr bergan ekanlar. Mana qarang, mana qarang. Hamisiga qarang, diskachasiga qarang. Вообще mahkamda Mercedes Gelenwagen deb o'ylaysiz. Undan tashqari mana bu parokchasiga qarang, aka cherry fason. Juda chiroyli o'tirgan, mashina ichiga mehr berganlar. Undan tashqari hali endi ichlarini ham o'zgartiraman, qop-qora qilaman debdilar. Mana shu bizning legendarniy bo'lgan polikchamizdan olganlar. Mana ko'rasizmi akajon? Qanaqa chiroyli tushib ekan. Malibu barchalar nima debdi aka? Maytafonchalari bilan birga original Pioneer maytafonchalar qo'yganlar. Passajir taraflari ham bemalol kelaverasizlar. Damaschi bo'lmasangiz aka bu videoni o'tkazib yuboravering. Faqat Damaschilar uchun bu video qiziq bo'ladi. Mashpolik bo'ladi. Hozir biza ikki qatorni qo'yib edik, uchinchi qator uchun sedanni ponni yechib, bitta mana shu joydan teshashni qo'yib qo'yganlar. Xullas, mashpoligimiz narxi arzon bo'lib qo'ygan. Agar narx qiziq bo'lsa, bu videoni o'tkazib yubormasdan Damas'ning Samarqandga obuna bo'lib qo'ying, kommentariyga plus qoldiring, narxini aytib ketamiz.